Begovoy daroshkasi borlar uchun ikkita kerakli maslahat berib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar, albatta manfaatli bo'ladi. Birinchi maslahat: hammani uyida shirindan shakar bolajonlari bor, juda ham sho'x. Kalitda olishadi, bekitib qo'yishadi yoki topa olmay qolishadi. Bu paytda nima qilinadi? 20-30 dollarga olib o'tirgandan ko'ra juda ham arzonga bitadigan ish. Oddiy magnit orqali ish hal bo'ladi. Ikkinchisi, Begovoy daroshkaning lentasi chirishi, tegidagi displeyni sinib ketishlari va siltalashlarini oldini olish uchun faqatgina buni moylab turish kerak. Bir oyda bir marta bo'lsa ham moylab turish kerak. Bu moylashni hozirga ko'rsatib o'tamiz. Birinchisi, uchini kesib ochamiz va lentani eng burchak qismidan mana bitta va ikkinchisi bu yoq tomoniga ham siqamiz, beramiz. Begovoy daroshkani tegini moyladik. Endi moylaganimizdan keyin o'zini yoqib qo'yamiz. 5 skoristda 2 kilometr o'zini yurg'azib qo'yamiz. Ya'ni tegidagi moy hamma yoqqa tarqalib olishi kerak. Agar kimgadir shunaqa moyla ham kerak bo'ladigan bo'lsa, bizda kattasi ham, kichkinasi ham hamma moylarimizdan bor. Kimga mana shu moyla kerak bo'ladigan bo'lsa, tegidagi nomerlarga aloqaga chiqinglar. O'zimiz sizlarga yetkazib beramiz. Video manfaatli bo'lgan bo'lsa, yaqinlarga jo'natib qo'ying.